O'zbekiston va Turkiya pensiya masalasida jiddiy hamkorlikni boshladi. O'zbekiston Pensiya jamg'armasi, Turkiya Mehnat va ijtimoiy himoya vazirligi hamda Turkiya ijtimoiy xavfsizlik tashkiloti vakillari uchrashib, ikki davlatda ishlayotgan vatandoshlarning pensiya huquqlarini o'zaro himoya qilishni muhokama qilishdi. Bu muzokaralar jarayoni joriy yilning 14-yanvarida onlayn formatda boshlangan edi. Turkiya rasmiy xabarlariga ko'ra, onlayn uchrashuvda ikki davlat o'rtasida ijtimoiy xavfsizlik shartnomasini imzolashga tayyorgarlik boshlanishi haqida kelishilgandi. 31-mart kuni O'zbekiston Pensiya jamg'armasining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida bu muzokaralar haqida ma'lum qilindi. Ikki davlat rasmiy manbalari bergan xabarlarga ko'ra, tomonlar ish stajini qo'shish, pensiya pulini bir davlatdan ikkinchisiga o'tkazish va boshqa muhim masalalarni batafsil ko'rib chiqqan. Muzokaralar yakunida davlatlararo bitim va kelishuv memorandumi loyihalarini tayyorlash va kelishib olish ko'zda tutilgan. Ushbu hujjatlar imzolansa, Turkiyada ishlayotgan o'zbekistonliklar uchun staj va pensiya kabi ijtimoiy masalalar hal etiladi.